Xo'p, mana ozgina qoldi. Xo'p, zo'r. Hammaga salom, sizlar yana o'sha kompot. Hozir men qorbobo quryapman. Buning ichida yangi yilni o'tkazmoqchiman men. Shaxsan o'zim uchun qanaqa jiddiy emas. Mana u qorbobo, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham katta. Xo'p, endi buning ichiga hozir narsalar qo'shishimiz kerak. Buning ichida hech nima yo'q. Ishonmaysizlar, hozir sizlarga ko'rsatib ham berishim mumkin. Hozir sizlarga orqa tomondan ham ko'rinishini ko'rsatishim mumkin. Mana bu o'rmon yoqdan qaraganda mana orqa tomoni shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda sharf ham bor o'zining. Hamma joyga e'tibor berilgan va mana bu eshigida esa mana bu nima edi? Mana bu dumaloq narsasi bor. Mana kirsak, mana hech nima yo'q hozir. Chunki bu yerga bezatishimiz kerak, hali hech nima qolganim yo'q. Qolgandan videoni yoqdim. Mana bu ham yo'q bo'lsa, toji va oxirgi etajda bunaqa joy bor. Bu yerda sabzi ham bor. Xo'p, bu yerdan butun qishloq ko'rinib turadi ekan. Bemalol yangi yilni shu yerda kutib olishim mumkin. Bu yil endi men uyimda kutmoqchi emasman, shuning uchun shu yerda kutmoqchiman. Xo'p, endi esa hozir kerak narsalarni olib kelib olaman. Chunki bu yerga hozir olib kelishimiz kerak. Yopamiz va ketdik. Xo'p, mana olib kelib ham oldim. Mana juda ham ko'p narsalar olib keldim. Bu yerga bo'ladigan hamma narsani olib keldim. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu bloklarni devorlarga qo'yib chiqamiz. Birinchi o'rinda polni ishlaymiz. Chunki polga ham ya'ni yangi yilning svetini qo'ymoqchiman. Qizil bilan ko'k. Menimcha zo'r. Qizil, ko'k, qizil va qizil va yana qizil va yana ko'k endi. Ko'k. Yaxshi. Bo'ldi. Hamma joyini ishladim. Endigina bor devorlarni ham shunaqa qilib ishlaymiz. Buzamiz. Bu yerni ham buzib tashlaymiz. Xo'p, endi pastini bu buzilib qoldi. Endi pastini taxtadan qilamiz. Mana bunaqa qora taxtadan qilamiz. Yo'q, menimcha bunaqadan qilishimiz kerak, chunki menimcha pasti ko'tara olmasa kerak. Xo'p, buni qo'yamiz. Yaxshi. Bu yoq ham shunaqa qilamiz. Buzamiz. Yaxshi, endi buni ham qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. Qo'yamiz. Buni ham va bu yerga yana shunaqa blokdan qo'yamiz, va qoldi. Endi tepasini qursam bo'ldi. Mana qurilib bo'ldi ham. Endi bu yerlarga hozir pechka yotadigan joylarni o'rnataman, chunki menga shu qulay. Hozir unga kerak bo'lgan hamma narsani olib kelaman. Undan oldin bu yerga pechkani qurib olishimiz kerak. Pechka qanaqa bo'ladi bilmadim. Bu yerga bunaqa, bu yer ochiq qolishi kerak. Bunaqa va bunaqa o'xshadi. Yo'q. Xo'p, hozir ozgina unga bezaklar beramiz. Mana. Bo'ldimi? Endi zo'r bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, endi esa mana bu yerga gulxanni qo'yamiz. Yaxshi bo'ldi. Endi bizning yotadigan joyimiz issiq. Xo'p, endigi navbatda esa bunaqa pechkalarni qo'yamiz. Qo'shimcha pechkalarni qo'yamiz. Yaxshi, qo'yildi. Xo'p, endi esa biz yotog'imizni qo'yamiz. Bunga hali o't yoqamiz. Xo'p, qo'yildi. U ham qizil rangda. Bu yerda bemalol keyin yotsak bo'ladi. Lekin undan oldin hozir biz mana bu ikkalasini o'rnatishimiz kerak. Mana ikkita kitob, chunki kitob o'qimasam bo'lmaydi zerikkanimda. Mana bo'ldi. O'rab chiqdim kitoblar bilan. Keyin bu narsa paypoqcha buni qo'yishimiz kerak, chunki yangi bo'lsiz bo'lmaydi. Bu yerga bundan ikkitasi ikki tomoniga, bu yog'iga ham va bo'ldi. Endigi navbat esa nima qilamiz? Endigi navbat bu yerga narsa qo'shishimiz kerak. Bu yerga nima qo'shishni hali aniq bilmayman. Hozir kerakli olib kelaman va mana ham olib keldim. Bu nima desanglar, bu bunaqa narsalarga soat, ana bular bu yerga bunaqa qilib va bu yerga soatni qo'yamiz. Yaxshi, va bu yerga esa sovg'ani qo'yamiz. Sovg'a ham yaxshi bo'ldi. Endi esa nima qo'yamiz? Bu yerga soat. Xo'p, endi bu yerga esa o'zimizning mana bunaqa ya'ni kerak narsalarimizni qo'yamiz. Bu yerga sandiq bilan bitta verstak. Bo'ldi.
Ustiga esa kitobni qo'yamiz. Kitob ham kerak bo'ladi. Endigi navbat esa bu yerga stolchani qo'yamiz. Stul, uzr, adashib ketdim. Bu yerga esa bunaqa ozgina pechenye qo'yamiz va keyin mana bularni bunaqa qilamiz. Короче, mana bu svetlarni o'rnatamiz. Qizil bilan ko'k bor bizda. Bu yerga va bu yerga. Yaxshi bo'ldi, bu qizil yonadi ekan. Endi ko'k yonadi ekanda esa bu yerdan va mana bu yerga qo'yamiz. Bu ham ko'k va qizil bo'ldi. Endi bu rasmni yotog'imning ustiga qo'yaman, chunki turgandan bemalol ko'rishim mumkin. Xo'p, bu yerga qanaqa rasm? Kelinglar, bunaqa rasm tanlaymiz, chunki qaranglar zo'r rasmda. Xo'p, endi esa bo'ldi, bu yer bo'ldi. Ikkinchi etajga o'tamiz. Xo'p, endi ikkinchi etajga o'tamiz. Oldin bu yerdan chiqib olishim kerak tepaga va mana tepaga ham chiqib oldim. Yaxshi, endi bu yerni ham shunaqa qilib mana bu devorlarni, короче, mahkamlab chiqishimiz kerak. Mahkamlab emas, ya'ni issiq o'tamaydigan qilib. Va mana bu yer nima desanglar, buni ham qo'yib olay. Bu yer nima desanglar hozir ko'rsataman. Bilasizlar, pastda bu nima edi? Pechka bor edi, qurgan. Mana bunaqa o't yonadigan-da. Mana shuning davomi. Endi bu yer ham issiq bo'ladi, chunki bitta joy yonsa, bu yer ham issiq bo'ladi. Tepamda svetlar har xil rangdan qo'ydim va bu yerga esa o'zimning ilg'or kompyuterimni qaramoqchiman, chunki stream qilib turaman sizlar bilan. Xo'p, buni qo'yamiz bu yerga. Bu yerga yopishib turgan ekan. Xo'p, endi esa bu yerga bo'ldi. Mana shulardan ham ko'rib turadi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana buni bu yerga qo'yamiz. Mana bu zo'rligini qaranglar, menimcha Minecraftda menga fesni ko'tarar ekan, bilmadim. Endi esa klaviaturani qo'yamiz va Wi-Fi ni qo'yamiz. Tak, bu yerga yopishib turibdi. Ranglari bir ekan. Endi esa nima qo'yamiz bilasizlarmi? Endi esa biz printerni qo'yamiz. Chunki printer hozir menda bor edi. Wi-Fi ni bu yerga qo'yib olamiz va menda printer bor edi. Hozir uni qarashimiz kerak inventardan. Xo'p. Inventarni ochamiz va printerni qidiramiz. Menimcha bo'lish kerak menda bor ekan, mana printer bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Bu yerga qog'ozga bemalol rasmlar chiqartirib olsam bo'ladi. Yana bilmadim, boshqa ishlarga ham foydalanishim mumkin. Eng muhim narsa qolib ketibdi. Bu yerga buni qo'yamiz. Yaxshi. Bo'ldi. Yaxshi, bu zo'r ekan. Endi esa ana bu chiroqlarni o'rnatib chiqamiz. Undan oldin archani qayerga? Bu yerga qo'yamiz. Yaxshi. Tak, bo'ldi, qo'yildi. Kichkina ekan, bizga xalaqit bermaydigan. Endi bu yerga rasmni qo'yamiz. Motoning rasmi. Yaxshi. Xo'p, endi bizda mana bunaqa qoldi. Chiroqlar har xil. Bularni ham qo'yish esdan chiqmaydi va mana bo'ldi. Bittasi ortib qoldi. Zarari yo'q. Xo'p, endigi navbat 3-etajga. 3-etaj mana bunaqa qishloqni ko'rsak bo'ladi bu yerda. Endi nima qilamiz? 3-etajga bunaqa bezaymiz. Ketdi-unda. Nima kutyapmiz? Bundan oldin bizga har xil instrumentlar kerak bo'ladi. Bularni hozir olib kelib olaman. Bu yerga menimcha kuchnia qilsam kerak. Chunki shu yerda qishloqni ko'rib bemalol o'tishim mumkin. Xo'p, endi narsalarni olib kelay. Ko'p gapirvordim bu yerda ham o'tiraverib. Bo'ldi, tushamiz, narsalar olib kelamiz. Mana olib keldim narsalarni. Buni bu nima edi? Plitani qayerga qo'yamiz? Menimcha bu plitani hozir bu yoqqa qo'yamiz. Bu yerlarga to'g'ri kelmaydi. Bu yerlarga stolchka qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu yoqqa emas. Xo'p, oldin mana buni qo'yib olaychi, bemalol qo'yaveramiz. Qizilga qizil, ko'kka ko'k va yana ko'kka mayli, qizilga ko'k ham bo'laveradi. Xo'p. Endi bularni ham qo'yishimiz kerak. Buni ham qizilga qizil, ko'kka yashilga yashil qilib qo'yamiz. Xo'p, mana yashilga yashil qildim. Endi bo'ldi. Menimcha bo'ldi. Endi esa mana bularni o'rnatamiz bu yerga va xaldiniga yaxshi bo'ldi.
Endi esa buyuk qolganlarini qo'yamiz. Bu shlyapasi. Tak, bizda hozir mana buni qo'yib olishimiz kerak. Xo'p, mana buni ham olib olamiz va bu yerga endi gaz plitani va ustiga plitasini qo'yamiz va bu yerga o'zining mana bunaqa suv chiqaradigan joyini qo'yamiz. Bu yersiz bo'lmaydi. Bu yerga oddiy shkaflardan qo'yamiz. Tak, bu yerga buni emas, buni bu yoqqa qo'yamiz. Chunki xalaqit beradi bu yerda. Bo'ldi. Endi esa bu yerga hozircha qo'ymay turamiz va buni qo'yib olishimiz kerak. Buni bo'ldi, qo'yildi. Mana bu shlyapasining tepaga chiqib turaveradi buning bular va tepasiga shkaflarni qo'yamiz. Yo'q, bo'ldi. Endi esa bu yerga mikrovorovkani qo'yamiz. Xo'p. Endi esa bu yerga har xil idishlarni qo'yamiz. Bo'ldi. Menimcha endi ovqatlar qoldi. Menda hozir ovqatlar ham bor bo'lishi kerak yoki-da yo'q bo'lsa olib kelaveraman. Bu yer menimcha turaversa hech nima qilmaydi. Chunki hech nima qilmaydi. Xo'p, mana olib keldim. 2 ta archa oldim o'zim bilan. Bu yoqqa qo'yamiz va bu yerda mini archa qo'yamiz. Keyin esa 4 bor, 4ni ham qo'yamiz. Bo'ldi. Endi esa mana bunaqa ovqat va yana bitta mana bunaqa mevalar. Bu yerda har xil ichimliklar, bu yerda esa shirinliklar. Xo'p, bo'ldi. Endi qurib ham bo'ldik. Endi bu yerda stream qilaman. Har xil qishloqlar bilan bemalol o'tirib yangi yilni kutib olsak ham bo'ladi. Lekin men o'zim kutib olmoqchiman, chunki bu yer bitta odamlik joy. Xo'p, birinchi etaj mana shunaqa men yotadigan joy. Ikkinchi etaj mana shunaqa kompyuterxona. Uchinchi etaj va hozir ko'rganingizdek o'tiradigan bemalol dam olib o'tiradigan va yangi yilni kutib oladigan joy. Xo'p, endi tashqaridan bitta ko'rsataman. Tashqaridan shunaqa katta ko'rinadi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hammaga xayr. Sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.